Siz hech qachon ko'chada qolganmisiz? Boshingiz ustida tom, cho'ntagingizda bir tiyin yo'q. Faqat yomg'ir va sovuq shamol hamrohingiz bo'lganda inson nimalarga qodirligini bilasizmi? Men o'sha tunda shunchaki boshpana izlagandim. Eski dugonam Dilnozaning eshigini qoqqanimda, bu eshik nafaqat issiq uyga, balki mening hayotimni ostin-ustun qilib yuboradigan do'zaxiy ehtirosga ochilishini tushimda ham ko'rmagandim. Dushxonadagi bug' begona erkakning nafasi va dugonamning bir qadam narida ekanligi. Bu hikoya xiyonat haqida emas, bu tubsizlikka qulash haqida. Tinglang, bu mening iqrorim. 2023-yilning kuz oqshomi edi. Oktyabr oyining oxirgi shanbasi. Erimdan ajrashganimga roppa-rosa yarim yil bo'ldi. O'sha kunni, o'sha sovuq vidolashuvni har kuni tushimda ko'raman. Stol ustida qoldirilgan kalitlar. Uning orqasiga qaramay chiqib ketishi. Uy ichidagi o'lik sukunat. U ketdi. O'zi bilan birga mening ishonchimni, orzularimni, kelajagimni ham olib ketdi. Men bu katta va shafqatsiz shaharda yolg'iz qoldim. Eski hayotimdan voz kechishga majbur bo'ldim. Shahar chekkasidagi devorlari nam tortgan, derazalardan shamol uvillab kiradigan eski bir xonadonni ijaraga oldim. Bu uy emas, shunchaki boshpana edi. Kechalari shiftga tikilib yotar ekanman, qo'shnilarning janjalini, ko'chadagi daydi itlarning vovullashini eshitardim. Har oyning oxiri men uchun dahshatga aylanardi. Ijara puli. Bu so'z mening bo'g'zimga yopishgan qo'l kabi edi. Ishlayman, tinim bilmayman, lekin topganim ro'zg'or va ijaradan ortmaydi. O'zim bilan o'zim kurashib yashardim. Mana bugun ham o'sha kun keldi. Ishdan charchab, holdan toyib qaytayotgandim. Tashqarida kuzning zaharli yomg'iri sharros quyayotgandi. Oyoq kiyimim o'tib ketgan, ko'ylagim shalabbo. Faqat bitta narsani, tezroq o'sha sovuq bo'lsa ham, o'z uyimga kirib, ko'rpaning tagiga berkinishni xohlardim. Lekin taqdirning men uchun tayyorlagan rejasi boshqa ekan. Eshik oldida uy egasi, semiz, badqovoq ayol turardi. Uning nigohi yomg'irdan ham sovuqroq edi. "Pul bormi?" deb so'radi u salom-aliksiz. "Xola, iltimos. 3 kun muhlat bering. Oyligim kechikdi" deb yolvordim. "Yo'q. Bugun to'lamasang kirish yo'q. Narsalaringni olib chiqib ket" dedi u qat'iy. U eshikni qulflab oldi. Men ko'chada yomg'ir ostida qoldim. Qo'limda kichkina sumkam, cho'ntagimda esa umidsizlik. Qayerga boraman? Kimga sig'inaman? Ota-onam uzoqda, ularga dardimni aytib siqqim kelmadi. Qaltirab telefonimni oldim. Kontaktlar ro'yxatini titkiladim. Ko'zim bir ismga tushdi. Dilnoza. Bolalikdagi dugonam. Yillar davomida gaplashmagan, har xil yo'llardan ketgan dugonam. U boy badavlat oilaga kelin bo'lganini eshitgandim. Ikkilandim. G'ururim yo'l qo'ymasdi. Lekin sovuq suyak-suyagimdan o'tib ketgandi. Qo'ng'iroq qildim. Uzoq gudoklar. Ko'tarmasa kerak deb o'yladim. "Alo." Tanish, lekin biroz begonalashgan ovoz eshitildi. "Dilnoza. Bu menman. Iltimos, yordam ber. Bir kechaga joy kerak" dedim yig'lamsirab. U jim qoldi. Bu sukunat men uchun asrdek tuyuldi. So'ng qisqa javob berdi: "Kel. Manzilni tashlayman." Dilnozaning uyiga yetib borganimda o'zimni xuddi boshqa sayyoraga tushgandek his qildim. Shahar markazidagi hashamatli ko'p qavatli uy. Liftning o'zi mening ijaraga olgan uyimdan toza va yorug' edi. Eshikni Dilnoza ochdi. U o'zgargan edi. Yuzida o'ziga bo'lgan ishonch, kiyimlarida did, harakatlarida aslzodalarga xos viqor bor edi. "Kir" dedi u jilmayib. Bu tabassumda eski qadrdonlik ham, biroz achinish ham bor edi. Ichkariga qadam qo'yganimdan boshlab nafasim tiqilib qolgandek bo'ldi. Hamma narsa yaraqlagan, yo'lakda qimmatbaho gullar, devorlarda rasmlar. Havoda qimmatbaho atir va yangi damlangan qahva hidi taralgandi. Uning hayoti muvozanatda, hamma narsa joy-joyida ekanligi shundoq sezilib turardi. Mening hayotim esa shunchaki vayrona edi.
Biz oshxonaga o'tdik. Dilnoza menga issiq qahva va shirinliklar qo'ydi. Hayot qiyin, dedi u piyolani uzatib ko'zlarimga tikilib. Lekin har bir qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Men hali o'sha yengillikni topolmadim, dedim achchiq jilmayib. U menga diqqat bilan qaradi. Ko'zlarida ortiqcha savol yo'q edi, faqat tushunish bor edi. U mening shalabbo kiyimimga, qaltirayotgan qo'llarimga qaradi. Yomg'irda qolibsan, muzlab ketibsan. Yur, dush qabul qilib ol, dedi u muloyim ovozda. Yengil bo'lasan. Dush qabul qilish. Bu taklif menga xuddi jannatga kirish taklifidek eshitildi. Issiq suv, toza xona. Men bunga qanchalar muhtoj edim. Dilnoza meni keng va yorug' yuvinish xonasiga boshlab kirdi. Mana sochiq yangi xalat. Bemalol yuvinaver. Men yotoqxonada bo'laman, dedi-yu chiqib ketdi. Dushxonada yolg'iz qoldim. Ko'zguga qaradim. U yerda charchagan, ko'zlari so'ngan, hayotdan to'ygan bir ayol aksini ko'rdim. Kiyimlarimni yechdim. Issiq suvni ochdim. Suv terimga tekkanda, u nafaqat tanamni, balki ichimdagi muzlagan yolg'izlikni, alamni va yashirin istakni ham uyg'otdi. Anchadan beri erkak kishi bilan bo'lmaganman. Tanam mehrga, teginishga tashna edi. Issiq suv ostida ko'zlarimni yumib, bir zumga barcha muammolarni unutishga harakat qildim. Dushdan chiqib, sochiqqa o'ranib turganimda eshik taqilladi. Kirib chiqaymi? Bir narsam qolib ketibdi, dedi Dilnoza. Kir, dedim. U kirdi. U ham yechini boshladi. Men ham bir chayilib olay, erim kelishiga tayyorgarlik, dedi u kular yuz bilan. Men uni kuzatdim. Uning oppoq, parvarishlangan badani. Lekin e'tiborimni boshqa narsa tortdi. Uning qomati. Biroz to'lishgan, harakatsizlikdan bo'shashgan edi. Dilnoza dush kabinasiga kirdi. Suv shillillab oqa boshladi. Kabina oynasi xira bo'lgani uchun uning faqat silueti ko'rinardi. Men ko'zgu oldida sochlarimni quritayotgandim. Fenning ovozi g'ullardi. To'satdan fenni o'chirdim. Eshik ortidan erkak kishining yo'g'on ovozi eshitildi. Dilnoza. Hali ham dushdamisan, jonim? Muzlab qoldim. Bu uning eri edi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Men yubka sochiqqa o'ranganman, ich kiyimsizman. Dushxona eshigi qulflanmagan. Ovozga javob berishga ulgurmadim. Dastgohga yopishib, go'yo tish yuvayotgandek turib oldim. Umid qildimki, u hozir kirib kelmaydi. Lekin qadam tovushlari yaqinlashdi. Eshik tutqichi buraldi. Yo'q, deb ichimda baqirdim. Eshik ochildi. Ostonada baland bo'yli, kelishgan, faqat beliga sochiq o'ragan erkak paydo bo'ldi. U kirib keldi va meni ko'rib to'xtab qoldi. Men og'zimda tish pastasi bilan, qo'rquvdan ko'zlarim katta-katta ochilgan holda unga tikilib qoldim. U bir zum menga, keyin ishlayotgan dush kabinasiga qaradi. Dilnoza ichkarida suv ovozidan hech narsani eshitmayotgan edi. U chiqib ketishi kerak edi. Uzr so'rab eshikni yopishi kerak edi. Lekin u bunday qilmadi. Uning nigohi mening yalang'och yelkamga, sochiq ostidan ko'rinib turgan oyoqlarimga tushdi. O'sha nigohda hayrat emas, balki yovvoyi bir uchqun paydo bo'ldi. U sekin eshikni yopdi va qulfladi. Mening yuragim to'xtab qolayozdi. U menga yaqinlashdi. Juda yaqin. Men ortga tisarildim, lekin orqamda devor bor edi. Chiqib keting demoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmadi. U indamadi. Faqat ko'zlarimga tikilib bir qadam oldinga tashladi. Dushxonada g'alati, bo'g'uvchi va ayni paytda elektrli bir sukunat hukm surardi. Faqat suvning shildirashi va bizning tezlashgan nafasimiz. U mening yonimga keldi. Uning erkaklik hidi, issiq nafasi meni o'rab oldi. U qo'lini uzatib nam sochlarimga tegdi. Bu teginish, bu xuddi olovdek edi. Qo'rquv bilan birga yillar davomida uxlab yotgan, bosilgan ehtirosim uyg'ondi. Men dugonamga xiyonat qilishni istamasdim. Men bu uyni buzishni istamasdim. Lekin shu lahzada
Men ojiz edim. U orqamga o'tdi. Uning ko'kragi mening yalang'och yelkamga tegdi. U belimdan mahkam ushladi. Men qarshilik qilmoqchi bo'ldim. Qo'llarim bilan uning qo'llarini itardim. Lekin u kuchli edi. Va eng yomoni, mening tanam unga qarshilik qilishni xohlamayotgandek edi. U sochiqni sekin pastga tushira boshladi. "Iltimos, Dilnoza", deb pichirladim men. "U eshitmaydi", dedi u qulog'imga past xirillagan ovozda. U band. O'sha daqiqada dush kabinasining eshigi qiya ochildi. Men o'lib qolayozdim. Tamom. Hozir hammasi tugaydi, deb o'yladim. Dilnozaning qo'li ko'rindi. U shampun shishasini qidirayotgandek edi. Biz ikkimiz ham haykaldek qotib qoldik. Uning eri meni o'ziga yanada mahkamroq bosdi, go'yo meni o'z tanasi bilan to'sib qolmoqchi edi. Dilnoza shampunni oldi va eshikni qayta yopdi. Biz chuqur nafas oldik. Bu xavf, bu adrenalin bizni yanada junbishga keltirdi. U meni ko'tarib oynali stol ustiga o'tkazdi. Endi ortga yo'l yo'q edi. Uning harakatlari dadil va talabchan edi. Mening tanam og'riq va lazzat aralash bir olov ichida yonardi. Uning har bir teginishi, har bir harakati meni dunyodan uzib qo'ygan edi. Men tovush chiqarmaslik uchun labimni tishladim. Dushdagi suv ovozi bizning sirimizni yashirib turardi. Bu xiyonat edi. Bu eng tuban ish edi. Lekin shu bilan birga bu mening yolg'iz, sovuq va azobli hayotimdagi eng yorqin, eng unutilmas lahza edi. Biz xuddi o'g'rilardek shoshib, ehtiros bilan, vaqt bilan poyga o'ynardik. 10 daqiqa, balki 15 daqiqa. Bu vaqt ichida men butun umrga tatigulik hissiyotlarni boshdan kechirdim. Biz bir-birimizga tikilib so'nggi nuqtaga yetdik. Uning nafas olishi og'irlashdi, men esa holsizlanib uning yelkasiga boshimni qo'ydim. Suv ovozi o'chdi. Bu signal edi. Biz tezda ajraldik. U chaqqonlik bilan sochiqni beliga o'radi va eshikni ochib tashqariga chiqib ketdi. Men titrayotgan qo'llarim bilan sochiqni o'ranib, yana ko'zgu oldiga qaytdim. Yuzim qip-qizil, ko'zlarimda yovvoyi bir nur bor edi. Bir necha soniyadan keyin Dilnoza dushdan chiqdi. U xalatga o'rangan, yuzi tiniqlashgan edi. "Voy, sen hali ham shu yerdamisan? Sochingni quritib bo'ldingmi?" deb so'radi u beparvo. Men unga qaradim. U hech narsani bilmasdi. Uning eri hozirgina shu yerda men bilan nimalar qilganini xayoliga ham keltirmasdi. "Ha, quritayapman", dedim zo'rg'a. Ovozim o'zimga begona tuyuldi. O'sha kecha men mehmonxonadagi divanda yotdim. Uxlay olmadim. Tanadagi hislar, vijdon azobi va qo'rquv meni tinch qo'ymasdi. Ertalab tong otganda men sekin narsalarimni yig'ishtirdim va Dilnoza uyg'onmasdan uydan chiqib ketdim. Stol ustiga qisqa xat yozib qoldirdim: "Rahmat hammasi uchun. Men ketdim. Hozir." Oradan vaqt o'tdi. Men yana o'sha eski hayotimga qaytdim. Ijara sarsonman. Lekin o'sha tun, u mening xotiramda mangu muhrlanib qoldi. Men dugonamning yuziga qanday qarayman? Bilmayman. Bu voqea menga bir narsani o'rgatdi. Inson har doim ham o'zini nazorat qila olmas ekan. Ba'zan sharoit, yolg'izlik va bir lahzalik zaiflik bizni shunday jar yoqasiga olib keladiki, undan qaytishning iloji bo'lmaydi. Bu mening sirim. Bu mening gunohim. Va bu mening eng shirin xatoim. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Siz hech qachon shaytonning farishta niqobida kelishini ko'rganmisiz? Men ko'rdim. O'sha kuni, o'sha jazirama tush paytida begona eshikni taqillatganimda, men o'z taqdirimni, o'z oilamni, o'z borlig'imni qimorga tikayotganimni bilmasdim. U ayolning tabassumi, dasturxoni, ochiq-sochiq kiyimi. Bularning barchasi shunchaki tuzoqning bezagi ekan. Men bir lahzalik nafs deb bir umrlik baxtimni yoqib yubordim. Endi menda na uy bor, na oila, na halovat.
Bu hikoya xiyonat haqida emas, bu erkak kishining bir lahzalik zaifligi qanday qilib uni tubsizlikka uloqtirishi mumkinligi haqidagi achchiq haqiqatdir. Tinglang va ibrat oling. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim yo'q. Aniqrog'i, hozir bor-yo'g'i xoin, ahmoq, yutqazgan odam degan ismlarim qoldi. Yoshim 34 ta. Lekin ko'zlarimga qarasangiz, 50 yoshli odamning charchog'ini ko'rasiz. Bugun sizga aytib beradiganlarim shunchaki hikoya emas. Bu mening tavbam. Bu mening ogohlantirishim. Ayniqsa o'g'il bolalar, yigitlar, oila boshliqlari. Meni diqqat bilan eshiting. Chunki shaytonning tuzog'i har doim ham qo'rqinchli bo'lmaydi. Ba'zan u shunday shirin, shunday jozibali bo'ladiki, siz o'zingizni qanday qilib jarlik yoqasida turganingizni sezmay qolasiz. Keling, hammasini boshidan boshlayman. Yangi uylangan paytlarim. Yosh edim, g'ururim osmon edi. Lekin cho'ntak bo'sh. To'ydan keyin qarzga botdik. Qarz bu erkak kishining bo'ynidagi eng og'ir zanjir ekan. Ilojsizlikdan yosh kelinchagimni, endigina qurilgan issiq uyimni tashlab Rossiyaga, sovuq o'lkalarga ishga ketdim. O'sha paytda mahallamizdagi tengdoshlarim xotinlari bilan yetaklashib baxtli yurishardi. Men vagonlarda, qurilishlarda loy kechib yurardim. Birinchi farzandim. Qizalog'im men o'sha yoqlarda yurganimda dunyoga keldi. Uning ilk yig'isini, ilk kulgusini ko'ra olmadim. Telefonda xotinimning qizli bo'ldik degan yig'lamsiragan ovozini eshitib, men ham yigit boshim bilan yig'laganman. Musofirlik. Noni qattiq ekan. Och qoldim, ko'chada qoldim. Oylab ishlaganimdan keyin pul yo'q deb haydagan xo'jayinlar ham bo'ldi. Lekin tishimni tishimga qo'yib, qarzni uzish uchun ishladim. Qaytib kelganimda qizim 1,5 yoshda edi. Eng alam qilgani nima bilasizmi? Qizim meni tanimadi. Dada deb bag'rimga otilmadi. 2 hafta mendan qochib yotsirab yurdi. O'z bolang seni begona deb bilsa, bu og'riqni faqat boshidan o'tkazgan biladi. O'shanda qasam ichdim, bo'ldi. Boshqa hech qayerga ketmayman. Nima bo'lsa ham oilamning oldida, o'z vatanimda bo'laman. Lekin vatanimda ham rizqimni topish oson bo'lmadi. Ustachilik qildim, bozorga chiqdim, mol olib sotdim. Qilmagan ishim qolmadi. Bu orada yana 2 ta farzandli bo'ldik. Oila kattalashdi, xarajatlar ortdi. Har kuni kechqurun yotish oldidan ertaga nima qilaman? Bolalarimga nima yediraman degan o'y miyamni kemirardi. Bu o'ylar meni o'zgartirdi. Jahldor, asabiy bo'lib qoldim. Xotinim bilan tez-tez urushadigan, arzimas narsaga baqiradigan bo'lib qoldim. U bechora ham charchagandi, lekin men buni ko'rmasdim. Men faqat o'z muammolarim bilan band edim. Oxiri ming azob bilan bir ish topdim. Chiroqchilik. Elektr hisoblagichlarni tekshirish, ko'rsatkichlarni yozib yurish. Maosh unchalik katta emas, lekin har holda tayinli ish deb xursand bo'ldim. Lekin bu ish meni ko'p xonadonlarga, ko'p taqdirlarga guvoh qildi. Ishim ertalabdan kechgacha davom etardi. Tik oyoqda, uyma-uy, qavatma-qavat. Kechqurun oyoqlarim zirqirab og'rirdi. Uyda yana janjal. Bir kuni xotinim bilan qattiq aytishib qoldik. Sabr kosam to'lib unga qo'l ko'tardim. Birinchi marta. U yig'lab bolalarni oldida onasining uyiga ketib qoldi. Ketsa ketaversin, o'zi qaytib keladi deb o'yladim g'ururimga sig'inib. Orqasidan bormadim. Uyda yolg'iz qoldim. Mana shu yolg'izlik, bu bo'shliq, bu erkak kishi uchun eng katta dushman ekan. 10 kun o'tdi. Men ertalab chiqib ketaman, kechasi kelib muzdek uyda bir o'zim yotaman. Ovqat yo'q, choy yo'q, bolalarning kulgusi yo'q. Faqat 4 devor va men. Hamma narsadan ko'nglim sovib, dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib yurgan paytlarim edi. Ayni yoz chillasi. Kun qizdiryapti. Tush payti. Qornim och, chanqaganman. Ko'p qavatli uylardan birida yuribman. Bir xonadonning qo'ng'irog'ini bosdim. Eshik ochildi.
Ostonada yoshgina 24-25 yoshlar atrofida husni oydek bir qiz paydo bo'ldi. Uning ustida yubka deyarli shaffof oppoq xalat bor edi. Xalat uning oppoq sonlarini zo'rg'a yopib turardi. Men bir muddat gangib qoldim. Ko'zimni qayerga olib qochishni bilmay qoldim. "Keling, nima xizmat?" deb so'radi u muloyim ovozda. Men tilim aylanmay chiroqchilardan ekanimni, hisoblagichni ko'rishim kerakligini aytdim. "Kiravering, marhamat", dedi u eshikni kattaroq ochib. Uyga kirdim. Ichkari salqin, konditsioner ishlayapti. Dimog'imga qandaydir shirin, ishtahani ochadigan taom hidi urildi. Bu salqinlik, bu hid tashqaridagi jaziramadan keyin menga jannatdek tuyuldi. Ishimni tezda bitirdim. Hisoblagichni ko'rdim, yozdim. Ketishim kerak edi. Lekin chanqoqlik va ichimdagi shayton meni to'xtatdi. "Uzr, singlim. Bir stakan suv bersangiz, juda chanqab ketdim", deb so'radim. Qiz menga bir qarab oldi. O'sha qarash, unda hayronlik yo'q edi. Unda qandaydir o'yinqaroqlik, chorlov bor edi. "Albatta, yuring oshxonaga", dedi u va oldinga tushib yurdi. Men uning orqasidan ergashdim. Uning yurishi, harakati, hammasi meni o'ziga tortardi. Oshxona ham shinam, toza edi. U menga stulni ko'rsatib, "O'tiring", dedi. "Yo'q, men shundoq ichaman-u ketaman", dedim noqulaylanib. U kuldi. "Shoshmang, o'tirib iching", dedi qat'iyroq. Men o'tirdim. U muzlatgichni ochib, "Fanta ichasizmi yoki kola?" deb so'radi. "Oddiy suv bo'lsa bo'ldi", dedim men. Lekin u mening gapimni eshitmagandek ikkala ichimlikdan ham quyib oldimga qo'ydi. Men ichdim. Muzdek ichimlik tomog'imni kuydirib o'tdi. Qiz ro'paramda turardi. U mening ko'zlarim qayerga tushayotganini, holatimni sezib turardi. Va eng dahshatlisi, u bundan uyalmasdi. Aksincha, u o'zini yanada erkinroq tutardi. Gaz plitasida dimlama pishayotgan ekan. Bir o'zim ovqat yegim kelmay turgandi. "Yaxshi bo'ldi, sherik topildi", dedi u va mening qarshiligimga qaramay oldimga bir lagan ovqat qo'ydi. Keyin stolni to'ldirib tashladi. Non, salat, shirinliklar. Men o'zimni xuddi tushdagidek his qilardim. 10 kundan beri tuzukroq ovqat yemagan, xotinning mehrini ko'rmagan erkak uchun bu katta sinov edi. Men ovqatlandim. U esa tinmay gapirardi, kulardi. Uning ovozi, kulgusi menga shu qadar yoqimli eshitilardiki, men o'zimning kimligimni, oilam borligini, bu begona uy ekanligini unuta boshladim. Ovqatlanib bo'ldik. Qiz dasturxonni yig'ishtirish uchun o'rnidan turdi. Va shu payt, tasodifmi yoki ataylabmi bilmayman, uning xalatining bog'ichi yechilib ketdi. Xalat ochildi. Uning butun badani ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi. Mening miyamdagi oxirgi tormoz ishdan chiqdi. Men o'rnimdan otilib turdim. Unga yordam berish uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi? Qo'l cho'zdim. Qolgani xuddi tuman ichida sodir bo'ldi. U qarshilik qilmadi. U kuldi. "Sizga syurprizim bor", dedi u meni yotoqxona tomon boshlab. Men o'sha lahzada hayvon edim. Nafsining quliga aylangan, ko'zi ko'r bo'lgan erkak edim. Biz 1 soatcha birga bo'ldik. O'sha 1 soat ichida men o'zimni dunyodagi eng baxtli erkakdek his qildim. Xotinim, bolalarim, qarzlarim, muammolarim hammasi yo'qolib ketdi. Uning uyidan chiqqanimda o'zimni yengil his qildim. Uyga bordim, dam oldim. Kechga yaqin uyg'onsam, xotinim va bolalarim qaytib kelishibdi. Uy supurilgan, ovqat qilingan, bolalarim o'ynab yuribdi. Men xursand bo'lib ketdim. Xudoga shukr, hammasi joyiga tushdi. O'sha qiz bilan bo'lgan ish esa shunchaki bir sarguzasht bo'lib qoladi, hech kim bilmaydi deb o'yladim. Ahmoq ekanman. Chuchvarani xom sanabman. Ertasi kuni ertalab eshik taqilladi. Ochsam, militsiya formasidagi bir kishi turibdi. Yuzi sovuq, ko'zlarida qandaydir ayyorlik bor. "Siz falonchimisiz?" deb so'radi.
Ha, dedim hayron bo'lib. Sizning ustingizdan shikoyat bor. Kecha bir qizning uyga chiroqchi niqobida kirib, uni zo'rlagansiz, dedi u. Mening oyoqlarimdan jon chiqib ketdi. Nima? Qanaqa zo'rlash? Uning o'zi. Gapirmang, dedi u. Yuring bo'limga. Meni olib ketishdi. Lekin bo'limga emas. O'sha qizning uyiga olib borishdi. Ichkariga kirdik. Kechagi mehmondo'st qiz endi yig'lab o'tirardi. Menga videoni ko'rsatishdi. Yotoqxonada yashirin kamera bo'lgan ekan. Hamma narsa, mening kirishim, uning nozlanishi, keyingi ishlar. Hammasi yozib olingan. Lekin videoda shunday ko'rinardiki, go'yo men unga tashlanayotgandek, u esa noilojlikdan ko'nayotgandek. Mana dalil, dedi formadagi odam. Zo'rlash. 10 yildan 15 yilgacha qamalish. Men dong qotib qoldim. Bu tuzoq edi. Professional darajada uyushtirilgan tuzoq. Nega bunday qilyapsiz? Axir o'zingiz xohladingiz-ku, deb baqirdim qizga. Qiz ko'z yoshlarini artib menga sovuqqonlik bilan qaradi. Pul to'lasangiz, arizamni qaytib olaman. Bo'lmasa, qamalib ketasiz. Videoni xotiningizga, mahallangizga, ishxonangizga tarqatamiz, dedi. Ular so'ragan summa. Bu mening hayotimda ko'rmagan pulim edi. Men yalinib yolvordim. Foydasi bo'lmadi. Uyingni sotasan, mashinangni sotasan, topasan, dedi militsioner. Keyin bilsam, u ham soxta qizning sherigi ekan. Men chorasiz qoldim. Qamalishdan, sharmanda bo'lishdan qo'rqdim. Yashab turgan uyimni, bolalarimning rizqini sotdim. O'sha ifloslarga berdim. Biz yana onamning eski uyga, bir xonali kulbaga ko'chib o'tdik. Lekin sir saqlanib qolmadi. Xotinim. U sezdi. U surishtirdi. Va hamma gapdan xabar topdi. O'sha kuni uning ko'zlaridagi nafratni ko'rgandan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Men sizga ishongandim. Siz esa, dedi u va bolalarimni olib bu safar butunlay ketdi. Menga bunaqa iflos, xoin er kerak emas, dedi u ketayotib. Men ishdan ham haydaldim. Chunki bu gap so'zlar tarqalib ketdi. El-yurt oldida bosh ko'tarolmay qoldim. Hozir mening na uyim bor, na ishim bor, na oilam bor. Men bo'mbo'sh xonada, 4 devor ichida yolg'izman. Anavi qiz, o'sha fohisha. U hali ham tinch qo'ymaydi. Har zamonda qo'ng'iroq qilib, yana pul talab qiladi. Yana videong bor, agar bermasang tarqataman, deydi. Men uning quliga aylandim. Bir lahzalik nafs, bir martalik mazza meni bir umrlik qulga aylantirdi. Ey erkaklar, do'stlarim, ukalarim, mening holimga qarang va ibrat oling. Ko'chada, ishda, internetda sizga kulib qarayotgan, nozlanayotgan begona ayollar. Bilingki, ular shunchaki ayol emas. Ular sizning halokatingiz bo'lishi mumkin. Ayolning makri 40 tuyaga yuk bo'ladi, deyishadi. Men o'sha yukning ostida qolib ketdim. Sizning uyingizda kutayotgan halol juftingiz, bolalaringizning kulgusi, mana shu haqiqiy baxt. Uni ko'cha-ko'ydagi 1 soatlik lazzatga almashtirmang. Chunki bu lazzatning narxi butun hayotingiz bo'lishi mumkin. Men bilmay bosdim tikonni. Endi tortayapman jabrini. Lekin bu jabr juda og'ir ekan. Juda og'ir. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va oilangizni asrang. Siz hech qachon o'z uyingizda, eng xavfsiz deb bilgan qo'rg'oningizda o'zingizni qopqonga tushgan o'ljadek his qilganmisiz? Men his qildim. Qaynotam, el-yurt oldida obro'li, nuroniy deb bilinadigan inson, aslida niqob kiygan yirtqich ekanligini bilganimda, dunyo ko'zimga qorong'u bo'ldi. Ovsinim bilan bo'lgan o'sha jirkanch sahnani ko'rganim yetmagandek, uning navbatdagi nishoni men edim. Erimga aytdim, yalinib yolvordim, lekin u meni tuhmatchiga chiqardi. Menga ishonmadi. Va men oxirgi chorani qo'lladim. Vannaxonaga o'rnatilgan o'sha kichkina kamera nafaqat haqiqatni, balki butun bir oilaning chirigan basharasini ochib tashladi.
Bu hikoya sabrning tagi doim ham sariq oltin emasligi, ba'zan esa zaharli ilon bo'lib chiqishi haqidagi achchiq haqiqatdir. Tinglang. Assalomu alaykum, mening dardkashlarim. Hikoyachi Momo kanalining aziz muxlislari. Mening ismim Zuhra, ismim o'zgartirilgan. Yoshim 27 da. Bugun sizga aytib beradiganlarim mening hayotimning eng qora sahifalari. Bu shunchaki hikoya emas, bu ogohlantirish. Har bir qizga, har bir ota-onaga, har bir erga dars bo'ladigan, qon bilan yozilgan taqdir bitigi. 20 yoshda edim. Hayotni pushti ko'zoynakda ko'radigan, orzulari osmon, sodda qizaloq edim. Ota-onamning xohishi, kattalarning maslahati bilan turmushga chiqdim. Erim Sardor aka bilan to'ydan oldin bor yo'g'i 5 marta uchrashgandik. Bizda o'zbekchilikda muhabbat to'ydan keyin keladi degan gap bor. Qarindoshlarim menga tinmay shuni uqtirishardi. Tanimagan odaming bilan yashash qiziqroq, bir-biringizni asta-sekin kashf qilasizlar, asosiysi oilasi tinch, to'q joy. Men ishondim. Kattalar yomonlikni ravo ko'rmaydi deb o'yladim. Turmush o'rtog'im yomon inson emasdi. Mehribon, oilaparvar, og'ir-bosiq yigit edi. To'g'ri, o'rtamizda kinolardagidek yonib kuygan ehtiros yo'q edi, lekin chuqur hurmat va iliqlik bor edi. Men shunga ham shukr qilib, baxtli yashashga harakat qilardim. Hamma shunday yashaydi-ku deb o'zimni ovutardim. Erimning oilasi katta edi. Qaynotam, qaynonam, erimning akasi, uning xotini, ovsinim Sevara va ularning 2 farzandi, hammamiz bir hovlida, katta qozonda qaynar edik. Katta hovli, gavjum oila. Boshida bu menga juda yoqardi. Yolg'izlanib qolmaysan, doim suhbatdosh bor. Qaynotamni o'z otamdek, qaynonamni onamdek ko'rdim. Ovsinim Sevara opa bilan ham opa-singildek bo'lib ketdik deb o'ylardim. U chaqqon, gapga chechan ayol edi. Dastlabki 3 oy xuddi tushdek o'tdi. Yangi kelinlik gashti, izzat-ikrom. Lekin bu sukunat bo'ron oldidagi sukunat ekanligini men bilmasdim. Vaqt o'tishi bilan uyda g'alati, tushuniksiz narsalarni seza boshladim. Avvaliga bu shunchaki ichki sezgi edi, xolos. Kunduzlari uyda erkaklar qolmasdi. Erim va qaynog'am ishga ketishar, bolalar maktabda bo'lardi. Qaynonam esa ko'pincha qo'shnilarnikida gurungda yoki bozor o'charda bo'lardi. Katta hovlida asosan men, ovsinim Sevara va qaynotam qolardik. Qaynotam nafaqadagi odam, uyda o'tirishi tabiiy. Lekin ovsinimning xatti-harakatlari o'zgara boshladi. U qaynotam bilan gaplashganda ko'zlarida qandaydir g'alati, kelinlarga xos bo'lmagan o't chaqnardi. Ularning hazillari bir-biriga ma'noli qarashlari. Bu shunchaki kelin va qaynota munosabatiga o'xshamasdi. Eng qizig'i, qaynotamning yotoqxonasini har doim ovsinim o'zi yig'ishtirardi. Men yordamlashmoqchi bo'lsam, qo'yaver, Zuhra, dadamning xarakterlari qiyin, narsalarni joyini o'zgartirsang jahl qiladilar, o'zim eplayman, deb meni u xonaga umuman yaqinlashtirmasdi. Men sodda buni uning epchilligiga, qaynotamni yaxshi bilishiga yo'yardim. Lekin bir kuni, kunlardan birida quyosh charaqlab tursa ham, mening hayotimga zulmat kirib keldi. Tush payti edi. Men hovlida supur-sidir qilayotgandim. Qaynonam uyda yo'q edi. Ovsinim dadamning choylarini yangilab chiqay deb xonalariga kirib ketdi. Oradan 10 daqiqa o'tdi, 20 daqiqa o'tdi. U chiqmadi. Xavotir oldim. Balki biror narsa kerakdir yoki dadamning toblari qochdimi deb sekin ayvonga chiqdim. Qaynotamning yotoqxonasi eshigi qiya ochiq edi. Men yaqinlashdim. Ichkaridan g'alati, bo'g'iq ovozlar eshitilardi. Nafas olishlar, shivirlashlar va karavotning g'ichirlashi. Muzlab qoldim. Yuragim to'xtab qolayozdi. Eshik tirqishidan mo'raladim. Va ko'rgan manzaram. O'sha lahzani xotiramdan o'chirib tashlash uchun butun umrimni berardim ichkarida. Qaynotam va ovsinim. Ular, men tushuntirib bera olmayman. Bu shunchaki xiyonat emasdi. Bu jirkanchlik, haromlik, insoniylikdan chiqish edi. O'z kelini bilan, o'z o'g'lining xotini, nevaralarining onasi bilan. Oyoqlarimdan jon ketdi.
Ko'zlarim kosasidan chiqib ketay dedi. Baqirib yuborishimga bir bahya qoldi, lekin qo'lim bilan og'zimni mahkam yopdim. Agar hozir bilib qolishsa, meni o'ldirishlari ham mumkin degan dahshatli fikr miyamga urildi. Ular inson qiyofasini yo'qotgan edilar. O'zimni zo'rg'a tutib, oyoqlarim qaltirab, ovoz chiqarmay orqaga qaytdim. O'z xonamga kirib, eshikni qulfladim va yostiqni tishlab, unsiz o'kirib yig'ladim. 2 kun o'zimni kasalga soldim. Xonadan chiqmadim. Erimgayam, boshqalarga ham qaray olmasdim. Qaynog'am ishdan kelib, xotini bilan kulib gaplashganda ichimdan zaharli safro toshib kelardi. Bechora aka, xotining va otang seni qanday ahvolga solyapti deb o'ylardim. Men endi bu uyda o'zimni xavfsiz his qila olmasdim. Bu uy, bu do'zaxning o'zi edi. Devorlar ham haromlangandek tuyulardi. Bu voqeadan so'ng men butunlay o'zgarib qoldim. Qo'rqoq, hurkak, soyasidan ham cho'chiydigan qushchaga aylandim. Ovsinimning ko'ziga qaray olmasdim, undan jirkanardim. Qaynotamni ko'rsam, etim junjikib, ko'nglim aynirdi. Kechki ovqat paytida hamma jam bo'lganda, men birinchi bo'lib turib ketardim. Ularning soxta kulgulari, baraka haqidagi gaplari, bir-biriga mehribonlik qilishlari. Bu munofiqona teatrni ko'rishga toqatim yo'q edi. Oradan 1 oy o'tdi. Men bu sirni ichimda saqlashga majbur edim. Chunki kimga aytaman? Kim ishonadi menga? Kelin qaynotasiga va ovsiniga tuhmat qilyapti, oilani buzmoqchi deb meni haydab yuborishlari, sharmanda qilishlari aniq edi. Men yosh kelin edim, so'zimning vazni yo'q edi. Lekin baloning ikkinchisi yanada kattarog'i hali oldinda ekan. Ovsinim bilan bo'lgan munosabat qaynotamga kamlik qildi shekilli, yoki u o'zini bu xonadonning mutlaq hukmdori, sultoni deb hisoblay boshladimi? Uning iflos nigohlari endi menga qadaldi. Dastlab bu shunchaki tasodifiy teginishlar, ortiqcha maqtovlar edi. Kelin, buncha chiroylisan, o'g'limning omadi bor ekan deb yelkamga qoqib qo'yardi. Men buni otalarcha erkalashga yo'yishga harakat qilardim, lekin ichimda bir narsa qoch deb baqirardi. Keyin vaziyat og'irlashdi. U meni yolg'iz qolishimni poylaydigan bo'ldi. Bir kuni vannaxonani tozalayotgandim. Yengimni shimarib, egilib pol artardim. To'satdan eshik ochildi. Qaynotam kirdi. Men cho'chib tushdim, darrov qaddimni rostladim. Dada, chiqing, men tozalayapman, hozir bitiraman, dedim shosha-pisha, ro'molimni to'g'irlab. U chiqib ketmadi. Eshikni ichkaridan qulfladi. Yuragim qinidan chiqib ketayozdi. Qo'limdagi latta yerga tushib ketdi. U menga yaqinlashdi. Ko'zlarida o'sha ovsinim bilan bo'lgandagi men tirqishdan ko'rgan o'sha iflos, hayvoniy uchqun bor edi. Zuhra, sen juda boshqachasan, dedi u xirillagan ovozda menga ochko'zlik bilan tikilib. Sevaradan ham ovsinim chiroyliroqsan. O'g'lim yosh, seni qadringga yetmaydi. Men burchakka qisilib qoldim. Vannaxona tor, qochishga joy yo'q. Dada, nimalar deyapsiz? Allohdan qo'rqing. Men o'g'lingizning xotiniman. Otamsiz, dedim qaltirab, yig'lab yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiyib. U menga yanada yaqinlashdi. Qo'lini uzatib, yuzimni, sochimni silamoqchi bo'ldi. Yoshroq bo'lganimda senga o'zim uylanardim. Hozir ham kech emas. Oramizda qoladi. Seni xafa qildirib qo'ymayman, dedi u yuzsizlarcha. Men bor kuchimni to'plab uni itarib yubordim. Yo'qoling deb baqirdim va qulfni burab, eshikni ochib qochdim. To'g'ri ko'chaga, qo'shnilarnikiga yugurdim. Oyoq kiyimim ham yo'q, sochlarim to'zg'igan. Qo'shnilar ahvolimni ko'rib hayron bo'lishdi. Nima bo'ldi, qizim? Tinchlikmi deb so'rashdi. Men haqiqatni ayta olmadim. Tilim aylanmadi. Qanday aytaman? Qaynotam menga tegajog'lik qilyapti deymanmi? Hovlida ilon ko'rdim. Katta ilon. Qo'rqib ketdim deb yolg'on gapirdim. Ular meni tinchlantirishdi, choy berishdi. Erim ishdan kelgunicha o'sha yerda birovning uyida o'tirdim. O'z uyimga kirishga qo'rqardim.
Chunki o'sha uyda inson qiyofasidagi shayton bor edi. Bu holat bir marta bilan tugamadi. Qaynotam endi ochiqchasiga menga hujum qila boshladi. Yo'lakda, oshxonada. Qayerda yolg'iz qolsam, u meni burchakka taqashga, teginishga urinardi. Men o'zimni juda ojiz, ifloslangan, xo'rlangan his qilardim. Har kuni dush qabul qilardim, go'yo suv bilan bu ifloslikni yuvib tashlamoqchidek. Lekin ruhiyatimdagi dog' ketmasdi. Nafratim kundan kunga kuchayardi. Endi chidab bo'lmasdi. Yoki o'zimni o'ldirishim kerak, yoki kurashishim kerak edi. Oxiri tavakkal qildim. Erimga aytishga qaror qildim. Garchi ishonmasligidan qo'rqsam ham. Bir oqshom xonamizda yolg'iz qolganimizda Sardor akaning qo'llaridan tutdim. Sardor aka, sizga bir gap aytishim kerak. Juda muhim. Faqat iltimos o'zingizni bosing va menga ishoning, dedim yig'lab. U hayron bo'ldi. Tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Men hammasini, qaynotamning qilgan ishlarini, menga shilqimlik qilayotganini, vannaxonadagi voqeani aytib berdim. Faqat ovsinim bilan bo'lgan voqeani aytmadim. Bunga hali kuchim yetmadi. Bu juda katta zarba bo'lardi. Erimning yuzi oqardi, keyin qizardi. Ko'zlarida dahshatli g'azab paydo bo'ldi. Lekin bu g'azab otasiga emas, menga qaratilgan edi. U qo'limni siltab tashladi. Nima? Sen nimalar deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Otamga tuhmat qilyapsanmi, deb baqirdi. Xudodan qo'rq, Zuhra. Otam namozxon odam. U seni qizidek ko'radi. Sen bizni urushtirmoqchimisan? Oilamni buzmoqchimisan? Yoki o'zingni buzuq xayollaringni otamga to'nkayapsanmi? Men qanchalik yig'lamay, qasam ichmay, u ishonmadi. Meni fitnachi, yuzsiz deb haqoratladi. Agar yana bir marta shunaqa desang, tilingni sug'urib olaman, dedi. Adolatsizlik. Bu jismoniy og'riqdan ham yomon ekan. Men jabrlanuvchi edim, lekin aybdorga chiqarildim. Erim meni himoya qilish o'rniga meni yanchib tashladi. Lekin o'sha kuni men taslim bo'lmadim. Ichimda qandaydir kuch uyg'ondi. G'ururim uyg'ondi. Agar ishonmasangiz, isbotlayman, dedim qat'iy. Ko'z yoshlarimni artdim. Vannaxonaga kamera o'rnating. Yashirin kamera. O'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Agar men nohaq bo'lsam, meni shu yerda o'ldiring. Lekin haq bo'lsam, ko'rasiz. Erim avvaliga ko'nmadi, jahl qildi. Lekin mening ko'zlarimdagi qat'iyatni ko'rib, yuragining tubida shubha paydo bo'ldi shekilli, noiloj rozi bo'ldi. Xo'p, qo'yamiz. Lekin agar otam begunoh bo'lsa, seni ota-onangnikiga haydayman, dedi u. Biz yashirincha kichkina kamera o'rnatdik. Kunlar o'tdi. Men yuragimni hovuchlab yashardim. Har kuni o'sha kameraning yozishini kutardim. Va o'sha kun keldi. Qaynonam yo'q edi. Erim ishda. Men